Salom do'stlar. Sizning telefoningiz qotib qolyaptimi yoki ba'zida qotib ishlayaptimi? Demak, bu video siz uchun. Bundan oldin Redmi telefonlarida ko'rsatib beryapman. Bundan oldin nastroyka bo'limiga o'tamiz. Nastroyka bo'limiga o'tgandan so'ng qo'shimcha sozlamalar degan joyga o'tib olamiz. Va bu yerdan hisob va sirohlash degan joyga o'tamiz. Ma'lumotlarni avtomatik sirohlash. Bu sizda yonib bo'lsa, o'chirib qo'ying. Nimagaki sizning internetingiz ishlayotganda ma'lumotlarni avtomatik ravishda masalan qayta tiklab, sizning telefoningizni qatishiga olib kelishi mumkin. Va yana bitta joy, ikkinchi joy yonib bo'lsa, albatta o'chirib qo'ying. Bu telefonning aksariyat hamma telefonlar 99% telefonlarda qatishiga olib keladi. Va xotirani kengaytirish. Sizda o'chiq yoki 4 GB bo'lsa, siz buni 8 GB ga oshirib qo'ying. Telefoningiz bitta перезагрузка bo'ladi, o'chib yonadi, hech qanaqa ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi va telefoningiz oldingi holatdan ko'ra sal yaxshiroq ishlaydi. Va yana bitta joyi qulayliklar degan joyga o'tamiz. Ko'rish degan joyga o'tib, bu yerda animatsiyalarni olib tashlash degan joyni yoqib qo'yasiz. Sizda o'chiq bo'lishi mumkin, yoqib qo'yasiz va sizning telefoningiz 2 baravarga yaxshi ishlashni boshlaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimizda ham yana qiziqarli, shunaqangi foydali videolarni chiqarishga harakat qilaman.